Assalomu alaykum. Bizlar hozir Kirtdamiz. Bahadir aka fermerning uyindamiz. Uyinda Wi-Fi internetni yer yag'ina uzatacakmiz. Fermerskina. Shu yoqda chertak bor, u yoqdan internet bo'lishini xohlab turibdi. U yoqqa tushirishning hech imkoni bo'lmabdi. Uyinda internet bor, uyindagi internetni signalni shu yoqqa uzatyapmiz. Buning uchun biz radio mostdan foydalandik. Radio mostimiz mana ko'rinishi. Radio mostning birinchi bo'lagi. Pastda главный Wi-Fi bor. Wi-Fi'mizdan kabel chiqib, bunga ulanib turibdi hozir. Bu signalni ikkinchi qismini yuborib turibdi. Fermerskiy 1 kilometr atrofida. Bu yoqqa Wi-Fi tushirishning iloji yo'q bo'lgandan keyin, bu yoqda главный uyindagi Wi-Fi'dan shu yoqqa signal uzatyapmiz. Ikkinchi qismi shu yoqqa buni qabullab oladi, signalni, keyin pastga Wi-Fi'ga, routerga signal yuboradi. Radio mostlarimizda hammasini kameralarimizni joylashtirib bo'ldik. Mana fermerskiy radio mostimizni chertagining ustiga joylashtirib berdik. Uyina qarab turibdi hozir. Ko'rsatamiz ichkarilarda qanday joylashtira olamiz kameralarni. Mana chertagida mana kameralarni joylashtirib berdik, ikki kamerani. Kameralarimiz ko'rsatdi. Ikki vision kameramiz bor. Endi ichkarilarda ko'rsatamiz. Mana yerga mana radio mostdan tushgan kabelimiz mana bu Wi-Fi routerimiz bor. Hozir internet ishlab Wi-Fi tarqatib turibdi. Kameramizning bu switchlarini shu yerga joylashtirdik mana. Mana kameralarimizni o'rnatib bo'ldik. Mana uyinda kameralar. Mana fermerskiy yaqinda kamera bu. Shu yoqda kamerani bu yoqqa uzatib turibdi buni. Uyining kameralari mana. Va ikkovi fermerskiy yoqdagi chertagidagi kameralar bu yoqqa kelib turibdi. Yozadigan apparat esa mana yerda mana. Bu yoqda kamera turibdi. Radio mostimiz bu yoqqa yuborib turibdi shu kameralarni. Uyinda ko'rib o'tiraveradi. Chertaklarni ham, otsizlarni ham, uylarda varaklarni ham yerda ko'rib o'tiradi.